Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi brifingimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan belgilab berilgan shaxsiy huquq va erkinliklar to'g'risida bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1991-yil 8-dekabrda qabul qilingan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-bobida fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari to'g'risida ko'rsatib o'tilgan. Xususan, har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda belgilangan barcha usullar bilan himoya qilishga haqlidir. Shaxsni ushlash chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turishning huquqiy asosi tushuntirilishi shart. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlab berishga majbur emas. Qonunni buzgan holda olingan dalillardan odil sudlovni amalga oshirish chog'ida foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Hibsga olingan, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Uy-joy tintuv o'tkazishda faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchi tergov va suddagi savollarga javob bermasdan sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin. Shaxs sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas. O'z isbotini topmagan aybdorlikka oid barcha shubhalar gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki mahkumning foydasiga hal qilinadi. Inson o'ziga va yaqinlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas. Advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi.